To'xtinglar, nima qilyapsizlar? Voy bile. Maqsadali. Qo'chqar dusha olmayapsizmi? Ehtiyot bo'ling, suzadi ham aytib ber. Ehtiyot bo'ling. Suzadi. Mana akalarimiz, gruppadoshlarimiz amur bo'lib ketibdi. Bu baliq amur bo'lib ketibdi. Bugun maza qilamiz ekan. Mana bugun 25-may. Vipsknoy kunimiz. Baliq ovida vipsknoy kunimiz. Men baylab beraymi? Bo'laveradi aka. Baylanyapti. Bunisi nima bo'ladi endi? Baliq ham ketadi. O'sha eshitib olinglar, Jamal Fishing Group a'zolari. Farg'onada Yormozorda Azamatjon akamning ko'lida bonusga leska baylayapmiz mana. Undan tashqari, xudo xolasa musobaqamizga to'g'risi odam ko'p kelmagani uchun ko'pchilik keldi, lekin lokatsiya orqali adashmovchi bo'lib nariy ko'llarga ketilyapti. Lekin bugun musobaqani qilmay turamiz deyishdi, odam kam. Demoqchimizki, mana bonusiga 2 marta kirish tekin. O'sha olganga baliqni olib ketaveradi. Maza qilib shashlik qilinadi xolasa, shashlik. Xohlaganlarini qilaverasizlar, uyga olib borib. Baliq sizlarga amr bo'lib ketibdi bu baliq. Aytilgan baliq omad to'kilyapti. Aytilgan gap, aytilgan o'q, otilgan o'q. Tiltonka bo'lganda yaxshi bo'lardi. Chiqib ketib qolarmikin deyman-da. Qarang, bu oqipdan baylab bering, Maqsudjon. Oqipdan bo'laveradi. Picha boshlaydi, qaranglar. Leska baylanmaydi-da bari. Lekin o'zi baliq ham shunday yasnaydi. Ozashtirib qo'ydingmi? To'g'ri. Qarang, leska bu. 2 marta qanotini qoqsa bu. Shundan. Rahimjon tezlashaver endi, ani baliqlar to'kaveraylik. Yo'q, odam Maza qilibdi. omadini bersin. Kim ushlasang. O'ziga chiqmasa bo'ladi. Xudo xolasa, nasib bu omad. Hali o'zim baylab o'zimga chiqqandek, o'ziga ketgandek. Tashagan kunimizda. Lekin buni olib chiqish oson emas hozir. Mana akalar, xudo xolasa mana ipini bayladik. 3-maqsadli. Mana 6 kilo bormi? Inshaalloh hammalaringga nasib qilsin. Gruppadoshlar, qarmoqdoshlar, aka, uka, jigarlar, hammalaringga omad tilaymiz. Bugun mana 25-chi, ana Qo'chqarni ham tushirib o'ryapti. Suzdirib o'rmasa bo'ldi. Kelaverasizlar. Mana Azamatjon akamizning ko'liga, Yormozor, Farg'ona.